chiqmagan bo'lardim. Men qachon ko'karaman? Nima emish? Tashkentlik bo'lmasang, endi Toshkentda Yandex qilib bo'lmas ekan. Nima? Tursunboylarga qo'shilib endi Qozog'ga, Rossiyaga ketamanmi? Vizitmi? Dastlabkadan tushibdi. Voy, onasini emsin. O'zi dastlabkadan odamlarni qosh-qog'iga qarab ketgandan ko'ra, boraman, dastlabkasini big'illataman, qaytaveraman. Joningdan bir mazza bo'lsa mazza bo'ladi-da. Voy, latam qani? Alo, aka, dastlabkasini olib keldim, domni pastda turibman. Ha, yaxshi keldingmi? Orqangdagi Malibuni ochaman, ichidan kiyimimni olgan esimdan chiqib qopti. Baribir tepaga chiqasan-ku. Bo'ldi aka, olaman. Nechinchi qavat o'zi? 9-qavat. Lift ishlamayapti. Tez-tez chiqib kel gapirmasdan. 9-qavat lift ishlamayapti? Keldingmi ukam? Qo'lingdagini shilkaga ilgin-da, xuddi oshxonaga olib kirar. Shu kunlarda yuragim boshqacha urayapti. Ha, shu yuragini to'xtab qolishdan xabari yo'q hozir buni-chi? Bular ham tirikchilik qilib yuribdi-da, Yandex qilaman. Assalomu alaykum, shefim, o'tiribsizmi? Nimami, shef? Kirlaringizni qayerga yechgansiz? Xonangizdan topolmayapman. Nima qilasan? Yo'q, qo'y, mahalla-ku gapiraveryapti, e'tibor bermayapti ekan deb. Ha, shart emas, birinchi bitta choy qo'y. Choy? Uni ham qo'yamiz, hamma narsani qilamiz. Bugun bekarchimiz, siznikidamiz. Undan oldin mana shuni yegizib qo'yay, o'zim niyat qilganman. Yaqinda Yandexchilarga bitta ta'rif kiradi. Madikar degan. Faqat ish qilamiz, xo'pmi? Qani? Yo'q, shart emas. Undan keyin ovqat solib qo'yaman kechga. Ya, o'zim niyat qilganman, qo'ysangchi, qani amakisiga. Qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi. Samolyot qilamiz. Bir, amakisiga shu, ikki, qani. Sekinroq chilib yuborasan. Suvdan ber endi. Mana. Aka, bir hazillashdim-da. O'rtog'ingmanmi hazillashasan, ha? Senlarni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Tavba qildim, aka. Ayasi jonimga tegib ketding, mashina minishni o'rgating deb. Agar bitta ishtirokka tushgan big'illatib o'zingga to'lataman. Jaqqa javob, o'zim to'layman. O'ting davay. O'tir. Sariq ayasi. To'xta, uni xoram tormozni bos ayasi. Ana endi gay turgan bo'lsa, ikkovimizni ham shaqillatadi hozir. Dadasi buncha asabiylashtirasiz, asabiylashtirganingizga mashina haydash esimdan chiqib ketyapti. Aytganim qilib hayda ayasi bo'ldi. Oshiqcha yur. Vau. O chiroyli yigit. Yuring qora bayramda aylantirib kelaman. Nima deyapsiz? Devshaxon sal uyaling. Mustahkamgina oilam bor, ha, ayasi? Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat. Boring yo'lingizdan qolmang. Xo'pmi? Voy, qancha bu nomeringizni bering? Qanaqa telefon nomeri singlim? Biz 3 yildan beri baxtli oilamiz, ha? 1,5 yildan beri basmi dadasi? Qo'yur, yosh bola ekan, aldab qo'yapman. Aha. Va singlim, meni ko'nglimga buni qora bayriz bilan kira olmaysiz, tushundingizmi? Bizning mashina ham chakan emas. 120 millionga olganmiz mashinamizni, ha, ayasi? 82 million basmidi dadasi? Kreditlar bilan 120 million bo'lgan, qo'yur. Yo'q-e. Keyin bu mashinaga faqat 92 benzin qo'yaman, singlim. 80 basmidi dadasi? Hozirgi 80larni qo'ysam shaqir-chuqur qilyapti, ayasi. Shunaqa. Pulingiz ko'p ekan-da unda. Devishkaxon, shuni bilib qo'ying. Lopimdan 12 yildan keyin chiqsangiz ham, men faqat vafodor oilamda deyman, tushundingizmi? Bir umr deng dadasi, bir umr. Rahmat, gaplashamiz. Bir umr ayasi, ko'rdingmi? Oldimdan 100 ta pari chiqsa ham senga umuman xiyonat qilmayman. Baxtimizga ko'z tegmasin. Sizga ishonaman dadasi. Hayda ayasi, rahmat. Alo, yurpadanglar, birorta odam berib yuborlar, men ham to'la issiqda turavermasdan Anjanga ketay men ham. Anjanga emas. Akal Anjangami? Kakrasi ikkita kam. O'tirasiz ketaman, yuring. O'tgan safar siz olib ketdingmi, aka? Yo'q, birinchi marta ketdim aka. Birinchi marta o'xshatgandirman, ketdik. Aka, oldida ketaman. Aka, oldi bo'sh. Sizga bo'shatib qo'yganman, konsertlarda emas. Aniq aka, ketdik, yuringlar. Gaplashamiz. Anjanga bitta kam oldi bo'sh, Anjan. Aka, to'ldik to'dingiz-ku. Aka, pochtam bor. Pochta keyincha birorta odam qilib beray. Ukam ham xatni aytdi. Jamshid, to'ldingmi? Onasini hamsa issiqdi. Qaqa yashinsam quvlab yuryapti, iplo. Kim yuryapti aka? Assalomu alaykum, akaxon. Anjangami? Bitta kam. O'tirasiz yuramiz. Oldida ketaman aka. Oldida ketasiz aka, konsertlarda maza qilib ketasiz. Aka, bir savob ish qilmaysizmi? Bitta odam bansadan chiqqan ekan, Anjanga ketish kerak ekan. Oldida ketsin, pulini ham olganmi yo'q yo'l kirasini? Mayli. Tushing aka. Oldida ketasiz dedimmi? Oldida ketasiz. Yashang aka. Anjonga kim ekan? Anjangami singlim? Bitta kam, ketamiz o'tirasiz. Faqat menga oldi kerak edi. Oldi bo'sh singlim, ayol kishi orqada ketmaysiz-ku.
Anaqa pulim kamroq edi. Nech pulga ketyapsizlar? Sizdan pul kerak emas, ayollardan pul olmaymiz. Men bilan birga ketsangiz bo'ldi. Abitizda ham o'zim qilib beraman. Voy, rosa yaxshi ekansiz. Deb akaga ham to'xtab ketasizmi? Aka, ay bo'l to'xtab ketamiz. Akajon bir savob ish qilmaysizmi? Hammamizda opamiz bor, singlimiz bor. Ayol kishi orqada ketmas, erkaklar bilan oldida ketsin, jon aka. Mana shu qiliqlaring yomon-da aka. Olib borib qo'yaman, cho'tga olib borib qo'yaman. Ya, assalomu alaykum otaxon. Qizingizni kuzatgan chiqibsiz-da? Va alaykum assalom. Yo, o'zim ketaman. Bunga aytdingmi? Vakaga to'xtaydi. Abed qameradi. Ilik so'rva. Keyin yo'lchilar ham olmas aka. Juda yaxshi bola ekan-da. Assalomu alaykum. Vaka pakaga to'xtamaymanmi? Nimaga? Dogovor shunaqa bo'lgan. Qizingiz hamma joyda vakkasini chiqarib oldi. Hech qora qoshimga ishlamayman o'li. Micha shopirlar taqdiysizlar. Biz bunaqada qachon ko'karamiz? Nima qilyapsan? Ha, Qur'on. Uyingda chuzoylar yuribdi. Chuzoylar? Do'kkillataman. Do'kkillataman. Shahlo boshidan to'g'ri ushlagin. Aka 2 metr chiqdi. Puli zarar lekin ama, tushundingizmi? Ikkita tekinxo'rlar. Metr tushib olib nimani o'tishyapsan? Iya, dada, kuyovingiz katta risk bilan biznes boshlayapti. Aralashmang. Biznes? Dadajon, qarang, uyni yarmini sotib, katta restoran ochamiz. Aralashtirma meni balogardoningga. Qarang, siz boshliq bo'lasiz. Boshliq. Vobshe aralashdim. Otamdan qolgan yerda hech ham sotmayman. Atrofingizda qizlar girdi-kapalak bo'ladi. O, ana, ashundan gapir. Bittasi choy bersa, bittasi og'zingizga uzum beradi. O, onangni. Qani? Meni tillaki yo'm borda, uzum bersa bo'ldi, rozimi? Erkak kishi tavakkalga bo'lishi kerak. U onasini marhamat angren, kuyovim ochib berdi. Endi boyib ketaman. Jannatim otam. Jonim, o'lim, mehribonim. Qani boshliqlarning xonasi qayda? Qizlarni chaqir, o'zim yedirishni boshlasin Ota qarang, to'g'riga kirasiz. O'ng qo'lda idish yuvadigan joy bor. Men hozir kelaman. G'ami bilan band olsin, bo'lmasam Kuyoving zo'r joy ochib beribdi. Mazaqni idish yuvyapmiz. sabr qilishdan bilmasan-a, Qulon. Aka nima qilyapsiz? Bizda xizmatkorlar bor. Dadajon. Labbek kuyov boshqa. Ha, dadajon, shuni tozalab olinglar. U yerda qali oshib ketyapti. Tektur chuqurvon, sabr qilaylikchi. Dadajonim, sizlarning davringlar endi kelyapti. Oz qoldi. Marhamatga marhamat, kiringlar, bo'yin go'sht, milliy taomlarda bundaylari bor. Qur'on aka, dadajon, nima qilyapsizlar? Bozorlik keldi tushirib olinglar. Umuman ishlamaysizlar. Jonimga tegdi pataksach kuyov, big'illataman. O'zimni o'ldiraman. Jimichilik qilma. Bo'lmasa kuyovimni o'ldiraman. Qiziga nima deysan? Sho'rvaga tushib ketib, qo'y sho'rva tayyor bo'ldi deyman. Baqaga qo'ychi, big'illataman.